Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Nogironlik pensiyasi avgust oyidan oshgan nimani anglatadi, kimga qancha qo'shiladi, pul qachondan hisoblanadi va eng muhimi, siz o'z pensiyangizga qo'shiladigan summani qanday hisoblab olasiz? Bu ma'lumot nogironlik pensiyasi oluvchilarga, ularning farzandlariga, ota-onasiga, vasiylariga va oilasida pensiya yoki nafaqa oladigan har bir kishiga bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik faqat pensiya oshdi degan xabarni eshitadi, lekin aslida qo'liga qancha pul tushishini, qaysi oyda farq berilishini, kimda oshish ko'proq, kimda kamroq bo'lishini aniq bilmaydi. Men sizga buni oddiy tilda, hisob-kitob bilan hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odamlar o'ziga tegishli qo'shimcha pulni vaqtida tekshirmagani uchun kamroq olganini ham sezmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar aynan pulingiz, huquqingiz va oilangiz byudjetiga tegishli. Avvalo masalaning asosini tushunib olaylik. Nogironlik pensiyasi deganda biz odatda mehnat staji, sug'urta badallari, ish faoliyati va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan nogironlik guruhi asosida tayinlangan pensiyani tushunamiz. Ya'ni odam bir vaqtlar ishlagan, ma'lum ish stajiga ega bo'lgan, keyin sog'lig'i sababli mehnat qobiliyati cheklangan deb topilgan va unga nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'ladi. Bundan tashqari nogironlik nafaqasi degan tushuncha ham bor. Bu hamma vaqt pensiya bilan bir xil emas. Masalan, ish staji yetarli bo'lmagan, hech qachon rasmiy ishlamagan yoki yoshligidan nogironligi bo'lgan shaxslarga ayrim hollarda nafaqa tayinlanadi. Shuning uchun men doim odamlarga aytaman. Avval siz olayotgan to'lovning nomini aniqlang. Bu nogironlik pensiyasimi yoki nogironlik nafaqasimi? Chunki oshirish tartibi ko'p hollarda birga e'lon qilinadi. Lekin hisoblashda farqlar bo'lishi mumkin. Avgust oyidan oshish deganda asosiy o'zgarish shuki, pensiya va nafaqalarning amaldagi miqdori belgilangan foizga ko'paytiriladi. Agar oshirish 15% bo'lsa, bu har 1 million so'm pensiyaga 1,5 ming so'm qo'shiladi degani. Agar 100 ming so'm bo'lsa, 1,2 ming so'm qo'shiladi. Agar 1 million 200 ming so'm bo'lsa, 2,5 ming so'm qo'shiladi. Ko'rib turganingizdek qo'shiladigan summa hamma uchun bir xil emas. U avval olayotgan pensiyangiz miqdoriga bog'liq. Oldin qanday edi? Masalan, fuqaro iyul oyida 920 ming so'm nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, avgustdan keyin uning pensiyasi 15% ga oshirilsa, 920 ming so'mning 15% 1,8 ming so'm bo'ladi. Demak, yangi miqdor 1 million 1,8 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar fuqaro iyul oyida 1 million 200 ming so'm olayotgan bo'lsa, unga 180 ming so'm qo'shiladi va yangi miqdor 1 million 380 ming so'm bo'ladi. Mana shu hisob-kitobni har bir odam o'ziga qo'llashi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim bir jihat bor. Ko'pchilik pensiyalar oshdi. Demak, hamma bir xil 200 ming yoki 300 ming qo'shib oladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Pensiya oshishi foiz asosida bo'lsa, kimning eski pensiyasi yuqoriroq bo'lsa, qo'shiladigan summa ham ko'proq bo'ladi. Kim minimal miqdorga yaqin pensiya olsa, unga qo'shiladigan summa nisbatan kamroq ko'rinadi. Ammo davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdorlar ham oshirilgan bo'lsa, ayrim past pensiyalar minimal chegaragacha yetkazilishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'taman. Hisob-kitob. Men sizga oddiy formula beraman. Eski pensiya miqdorini oling, uni oshirish foiziga ko'paytiring, keyin 100 ga bo'ling. Chiqqan summa qo'shimcha pul bo'ladi. So'ng eski pensiyaga shu qo'shimchani qo'shasiz. Masalan, eski pensiya 1 million so'm, oshirish 15%. 1 million 15 ga ko'paytiramiz, 15 million bo'ladi. Uni 100 ga bo'lamiz. Fi ehida 1000 so'm chiqadi. Demak, yangi pensiya 1 million 1,5 ming so'm. Birinchi hayotiy misol. Farhod aka 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. U ilgari zavodda ishlagan, 12 yil ish staji bor. Iyul oyida uning pensiyasi 1 million 7 ming so'm edi. Avgustdan 15% oshirilsa 1 million 7 ming so'mning 15% 1,35 ming so'm bo'ladi. Demak, Farhod akaning yangi pensiyasi 1 million 2,35 ming so'm bo'lishi kerak. Agar u avgust oyida 1 million 265 ming so'mdan kam olgan bo'lsa, bank kartasidagi tushumni, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotni va to'lov sanasini tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Malika opa ilgari nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning parvarishga ehtiyoji bor, oilasida dori-darmon xarajati katta. Iyul oyida u 1 million 600 ming so'm pensiya olgan. Oshirish 25% bo'lsa, 1 million 600 mingning 25% 220 ming so'm bo'ladi.
yangi miqdor 1 million 800 ming so'mga chiqadi. Bu yerda ko'rinib turibdi. Farhod akaga 1,5 ming qo'shildi. Malika opaga 206 ming qo'shildi. Sababi Malika opaning boshlang'ich pensiyasi ko'proq edi. Uchinchi misol, Sobirjon ismli fuqaro 3 guruh nogironligi bo'yicha 760 ming so'm oladi. 25% oshsa 760 mingning 25% faqat 7 ming so'm. Yangi pensiya fakkasi 97 ming so'm bo'ladi. Lekin agar qonunchilikda aynan shu turdagi pensiya uchun eng kam miqdor bundan yuqori belgilangan bo'lsa, uning pensiyasi faqat fakkasi 97 mingda qolmasdan minimal chegaraga yetkazilishi ham mumkin. Shu sababli faqat foizni hisoblash yetmaydi. Siz yana eng kam pensiya va nafaqa miqdorlarini ham tekshirishingiz kerak. 4-misol. Bir oilada 2 nafar nogironligi bo'lgan shaxs bor. Ona nogironlik pensiyasi oladi. Voyaga yetgan farzand esa nogironlik nafaqasi oladi. Onaning pensiyasi 1 million 300 ming so'm, farzandning nafaqasi 900 ming so'm. Agar ikkalasi ham 25% ga oshsa, ona uchun qo'shimcha 195 ming so'm, farzand uchun qo'shimcha 115 ming so'm bo'ladi. Oilaning umumiy oylik daromadi 330 ming so'mga ko'payadi. Ammo hujjatlarda biri pensiya, biri nafaqa bo'lgani uchun ularning to'lov tartibi, ayrim qo'shimcha imtiyozlari va tekshiruv muddati farq qilishi mumkin. 5-misol. Akmal aka pensiyasini bank kartasiga oladi. Avgust oyida unga odatdagidan ko'proq pul tushdi. Lekin u aniq qancha qo'shilganini bilmayapti. Bunday holatda men unga shunday deyman: iyul oyidagi tushum summasini yozib oling, avgust oyidagi tushumni yozib oling. Farqini hisoblang. Agar iyulda 1 million 2 ming so'm tushgan bo'lsa, avgustda 1 million 207 ming 500 so'm tushishi kutiladi. Chunki 15% 77 ming 500 so'm bo'ladi. Agar tushgan summa bundan farq qilsa, sababi bo'lishi mumkin. Qarzdorlik ushlanmasi, oldingi oy bo'yicha qayta hisob, bankdagi texnik kechikish, pensiya turi bo'yicha alohida hisoblash yoki hujjatdagi o'zgarish. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda avgust oyida pensiya miqdori o'zgarmaganini ko'rganlar. Ikkinchidan, pensiyasi juda oz oshganini sezganlar. Uchinchidan, yaqinda nogironlik guruhi o'zgarganlar. To'rtinchidan, tibbiy ekspertiza muddati tugagan yoki qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lganlar. Beshinchidan, bank kartasi bloklangan, hisob raqami almashgan yoki yashash manzili o'zgargan fuqarolar. Mana shu holatlarda pul kechikishi yoki noto'g'ri tushishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz avgust oyidan boshlab oshgan, bank kartangizga odatdagidan ko'proq summa tushgan, hujjatlaringizda muddat tugamagan va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida to'lov faol bo'lsa, odatda qo'shimcha ariza yozish shart bo'lmaydi. Ko'p hollarda oshirish avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni har bir pensioner alohida bo'lib, menga oshirib bering deb ariza yozish kerak emas. Lekin avtomatik bo'ldi degani tekshirmaslik kerak degani emas. Men har doim kamida bir marta o'z hisobingizni tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Endi eng ko'p chalkashlik bo'ladigan masalalarni tushuntiraman. Birinchi masala, avgust oyida oshdi degani pul aynan avgust kuni qo'lga tegadi degani emas. Pensiya to'lovlari hudud, bank, pochta yoki to'lov jadvaliga qarab turli sanlarda beriladi. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxiriga yaqin oladi. Muhimi, hisoblash davri avgustdan boshlangan bo'lsa, siz avgust uchun oshirilgan miqdorda olishingiz kerak. Ikkinchi masala, ayrimlarga farq keyinroq qo'shib berilishi mumkin. Masalan, tizimda qayta hisoblash bo'lgan, qaror kechroq kiritilgan yoki fuqaroning hujjatida aniqlashtirish talab qilingan bo'lsa, avgustdagi oshirilgan farq sentyabr to'lovi bilan birga tushishi mumkin. Bunday vaziyatda odam darhol vahimaga tushmasligi kerak, lekin tekshirishni kechiktirmasligi ham kerak. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Fuqaro 2 oy kutadi, keyin murojaat qiladi. Oxirida oddiy bir ma'lumot yangilanmagani ma'lum bo'ladi. Uchinchi masala, nogironlik guruhi o'zgarishi. Masalan, fuqaro iyul oyida 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olgan. Avgust oyida esa qayta ko'rikdan o'tib 3 guruhga o'tkazilgan. Bunday holatda faqat umumiy oshirish emas, balki yangi guruh bo'yicha pensiya hisob kitobi ham ta'sir qiladi. Natijada odam pensiya oshdi, lekin meniki kamayib qoldi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa ikki jarayon bir vaqtda sodir bo'lgan bo'ladi. Umumiy oshirish va nogironlik guruhi o'zgarishi. Shu sababli siz faqat avgustdagi summaga qarab xulosa chiqarmang. Qarorda qaysi guruh, qaysi sanadan, qaysi asos bilan belgilanganini tekshiring. 4-masala, ishlayotgan nogironligi bo'lgan shaxslar.
Ayrim odamlar men ishlayman, demak pensiyam oshmaydimi deb so'raydi. Umumiy pensiya oshirilishi ko'p hollarda ishlayotgan pensionerlarga ham tatbiq etiladi. Lekin siz olayotgan to'lov turi ish haqi, ijtimoiy soliq, staj va qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Ayniqsa rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi tomonidan to'langan badallar kelajakdagi qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shu bois ish joyingiz rasmiy bo'lishi. Ma'lumotlar elektron tizimda to'g'ri yuritilishi juda muhim. 5-masala qarzdorlik yoki ushlanmalar. Ba'zi pensionerlarning plastik kartasidan kredit, aliment, ijro hujjati, bank qarzi yoki boshqa majburiy ushlanmalar yechilishi mumkin. Bunday odamlar pensiya oshganini sezmay qolishi mumkin. Chunki qo'shilgan pul darhol qarzdorlikka ketadi. Masalan, pensiya qo'lmaqi 1000 so'mga oshdi. Lekin bank kartasidan har oy kredit uchun avtomatik bit 1000 yoki undan ko'proq yechilsa, fuqaro menga hech narsa qo'shilmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun faqat karta qoldiga qarab emas, tushum tarixiga qarash kerak. 6-masala, pochta orqali oladiganlar. Agar siz pensiyani pochta orqali naqd olsangiz, ba'zan to'lov jadvali, yetkazib berish kuni yoki ro'yxat yangilanishi sababli ozgina kechikish bo'lishi mumkin. Bunda pochta xodimidan faqat og'zaki ma'lumot so'rab qolmang. Imkon bo'lsa, qaysi oy uchun qancha summa berilganini yozdirib oling. Chunki keyin farqni tekshirish kerak bo'lsa, sizda aniq raqam bo'ladi. 7-masala. Minimal miqdorlar. Bu juda muhim. Ayrim pensiya va nafaqalar foizga oshirilgandan keyin ham belgilangan eng kam miqdordan past bo'lib qolmasligi kerak. Masalan, fuqaroning hisoblangan pensiyasi 706 ming so'm chiqsa, lekin amaldagi eng kam miqdor 34 ming so'm bo'lsa, u holda to'lov 34 ming so'mdan kam bo'lmasligi kerak. Keyin oshirish qoidasiga qarab yangi minimal miqdor ham qo'llanadi. Shu sababli past pensiya oladiganlar uchun minimal chegaralar alohida ahamiyatga ega. 8-masala hujjat muddati. Nogironlik har doim ham umrbod belgilanmaydi. Ba'zilarga ma'lum muddatga. Masalan, 1 yilga yoki 2 yilga beriladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki vaqtincha ushlanishi mumkin. Odam esa buni pensiya oshishi bilan bog'lab noto'g'ri tushunadi. Shuning uchun nogironlik ma'lumotnomangizda muddat bor yo'qligini tekshiring. Agar muddatli bo'lsa, qayta ko'rik sanasini oldindan bilib, hujjatlarni kechiktirmang. 9-masala familiya, pasport, bank kartasi yoki manzil o'zgarishi. Oddiy ko'rinadi, lekin amalda muammo ko'p chiqadi. Masalan, fuqaro ID karta olgan, lekin eski pasport ma'lumotlari ayrim tizimlarda qolgan. Yoki bank kartasi muddati tugagan, yangi karta ochilgan. Lekin pensiya tushadigan hisob raqami yangilanmagan. Yoki fuqaro boshqa tumanga ko'chgan, pensiya ishi esa eski hududda qolgan. Bularning hammasi to'lovda uzilish yoki kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, iyul oyida qancha pensiya yoki nafaqa olganingizni aniqlang. Agar bank kartasiga tushsa, mobil ilova, bankomat cheki yoki SMS tarixidan ko'ring. Agar naqd olgan bo'lsangiz, pochta kvitansiyasi yoki o'zingiz yozib qo'ygan summani oling. Raqam aniq bo'lishi kerak, taxmin bilan hisoblamang. Ikkinchi qadam, avgust oyida tushgan summani aniqlang. Faqat karta qoldig'iga qaramang. Aynan kirim operatsiyasini ko'ring. Chunki karta qoldig'i xarajatlar kredit yechimi yoki boshqa to'lovlar sababli o'zgarib turadi. Sizga kerak bo'ladigani pensiya tushumi sifatida kirgan summa. 3-qadam farqni hisoblang. Iyuldagi summani avgustdagi summadan ayiring. Masalan, iyulda 1.200.000 so'm, avgustda 1.300.000 so'm tushgan bo'lsa, farq 1.000 so'm. Bu 15% ga mos keladi. Agar farq ancha kam bo'lsa, sababini aniqlash kerak. 4-qadam, o'zingiz mustaqil formula bilan tekshiring. Eski summani ilbijga ko'paytirib, 100 ga bo'ling. Chiqqan natijani eski summaga qo'shing. Agar rasmiy oshirish foizi boshqa bo'lsa, masalan 1% yoki 2% bo'lsa, aynan o'sha foizni qo'llang. Eng muhimi, formula o'zgarmaydi. Eski summa foiz 100 ga bo'lish va natijani qo'shish. 5-qadam, agar nomuvofiqlik bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatga borayotganda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, bank kartasi rekvizitlari. Oxirgi oylar tushumi bo'yicha bank ma'lumotnomasi yoki SMS skrinshotlarini tayyorlang. Agar siz fuqaroning o'zi emas, farzandi, turmush o'rtog'i yoki vasiy sifatida borsangiz, vakolatni tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'lishi mumkin.
6 qadam murojaatda aniq yozing. Masalan, men iyul oyida 1 million 1 ming so'm nogironlik pensiyasi oldim. Avgust oyida pensiyalar oshirilgani e'lon qilinganidan keyin mening to'lovim 1 million 265 ming so'm bo'lishi kerak deb hisoblayman. Amalda menga 1 million 40 ming so'm tushdi. Farq sababini tushuntirib berishingizni va qayta hisob kitobini tekshirishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. Menga kam tushdi, ko'rib bering deb umumiy yozilgandan ko'ra raqam bilan yozish samaraliroq. 7-qadam. Javobni og'zaki emas, imkon qadar yozma yoki rasmiy shaklda oling. Chunki bugun bir xodim bir gap aytishi, ertaga boshqa xodim boshqa izoh berishi mumkin. Rasmiy javob bo'lsa, keyingi murojaatda dalil bo'ladi. Agar masala tuman darajasida hal bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki ishonch telefonlari orqali murojaat qilish mumkin. 8-qadam. Oilangizdagi keksa yoki nogironligi bo'lgan insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, buvilarimiz yolg'iz yashaydigan fuqarolar mobil ilovadan foydalana olmaydi. SMS'ni tekshira olmaydi. Foizni hisoblashga qiynaladi. Siz ularning iyul va avgust tushumlarini solishtirib bering. Ba'zan 100 ming yoki 200 ming so'm kichik ko'rinishi mumkin, lekin nogironligi bo'lgan inson uchun bu bir oylik dori. Yo'l xarajati yoki kommunal to'lovning muhim qismi bo'lishi mumkin. 9-qadam. Hujjatlarni tartibga keltiring. Nogironlik ma'lumotnomasi muddati, pasport yoki ID karta, yashash manzili, bank rekvizitlari, telefon raqami va vasiylik hujjatlari yangilangan bo'lishi kerak. Men ko'p marta ko'rganman. Odam pensiya kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida esa karta muddati tugagan yoki tizimda eski telefon raqami qolgan bo'ladi. Bunday mayda ko'ringan narsa pulingiz kechikishiga olib keladi. 10-qadam. Pensiya turini aniqlashtiring. Agar siz nogironlik pensiyasi olayapsizmi yoki nogironlik nafaqasini bilmasangiz, pensiya jamg'armasidan aniq so'rang. Chunki men nogironlik puli olaman degan umumiy ibora huquqiy jihatdan yetarli emas. To'lov turi aniq bo'lsa, siz unga tegishli oshirish, minimal miqdor, qayta hisoblash va imtiyozlarni to'g'ri tekshira olasiz. Yana bir muhim maslahat, ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday jadvalga ko'r-ko'rona ishonmang. Ba'zan odamlar eski raqamlarni, boshqa yilga tegishli ma'lumotlarni yoki boshqa to'lov turini aralashtirib yuboradi. Rasmiy manba. Pensiya jamg'armasi ma'lumoti prezident farmoni yoki hukumat qarori asosida tekshirish kerak. Agar men aytgan formula bo'yicha hisoblasangiz ham, yakuniy raqamni o'zingizning rasmiy to'lovingiz bilan solishtirish zarur. Demak, avgust oyidan nogironlik pensiyasi oshgan bo'lsa, qo'shiladigan pul hamma uchun bir xil emas. Asosiy qoida shunday. Eski pensiyangiz qancha bo'lsa, oshirish foizi shunga qo'llanadi. 1 million so'm pensiyaga 15% oshish 1 ming so'm qo'shimcha degani. 1 million 5 ming so'mga esa 225 ming so'm qo'shimcha degani. Lekin nogironlik guruhi to'lov turi, minimal miqdor, qayta ko'rik muddati, bank kartasi, qarzdorlik ushlanmasi va hujjatdagi o'zgarishlar yakuniy summaga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq iyul va avgust tushumlarini solishtiring, formulani qo'llab hisoblang. Farq bo'lsa, pensiya jamg'armasiga aniq raqamlar bilan murojaat qiling. Bu sizning huquqingiz. Pul masalasida o'zi to'g'ri bo'lsa kerak deb yurmaslik kerak. Ayniqsa gap nogironligi bo'lgan insonlarning pensiyasi haqida ketayotgan bo'lsa, sizda avgust oyida pensiya qancha oshdi? Qancha qo'shildi? Hisobingiz to'g'ri chiqdimi yoki farq bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.